Xayrli oqshom, azizlar, siz bilan yana sevimli ko'rsatuvingizda uchrashib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Toshkent telekanalida Taskin jonli loyihasi efirda. Bugun ham studiyamizga malakali psixologni taklif etganmiz. Bugun biz hammamiz uchun dolzarb va juda muhim mavzulardan biri psixologiya va salomatlik mavzusida suhbatlashamiz. Ko'p hollarda kasallik deyilganida biz faqat jismoniy og'riqni tasavvur qilamiz, ammo sog'liq bu nafaqat tana farovonligi, balki ruhiy barqarorlik hamdir. Ruhiy muvozanatning buzilishi qanday kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin? Aslida dardlarimizning ildizi qalbda yashiringan bo'lishi mumkinmi? Va eng muhimi, sog'lom hayot sari yo'l qanday boshlanadi? Bugun biz ushbu savollarga javob izlaymiz. Mehmonimiz malakali psixolog, amaliyotchi psixolog Mahmudjon Ergashev. Mahmudjon aka, xush kelibsiz. Sizni ko'rib turganimizdan biz xursandmiz. O'ylaymizki, efirimiz albatta manfaatli bo'ladi barchaga. Va ilk savolim, odam organizmidagi ba'zi jismoniy kasalliklarning sababi psixologik bo'lishi mumkinmi? Bu qanday hollarda ro'y beradi? Insonning o'zi aslida organizmda u sog'lom, aslida organizmda. Lekin hayotda ko'pincha u stress yoki depressiyaga berilish hisobidan unda o'sha asab tizimi shunchalik taranglashadiki, bora bu taranglikka bardosh bera olmagandan keyin insonning ruhiyatini qatida kasal paydo bo'lganligini u tana orqali ko'rsatib beradi. Tana orqali ko'rsatib beradi. Chunki biz bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. Agar psixologiyani va salomatlikni oladigan bo'lsangiz, aslida o'zi kasallikning tanada kelib chiqish sabab bu birinchi bizning e'tiborimiz. Ya'ni siz ko'proq nimaga e'tibor beryapsiz? Salbiy narsagami yoki ijobiy narsalargami? Ana endi siz e'tiboringizdan kelib chiqqan holda o'zingiz xohlaysizmi, xohlamaysizmi shu haqida ko'proq o'ylashni boshlaysiz. Ana endi o'ylashni, ya'ni fikrlashni boshlaganingizdan keyin bu bora sizga ruhiyatingizga, ya'ni emotsional ta'sir qilishni boshlaydi. Ana endi ruhiyat sizga o'sha emotsional taranglikni ko'rsatib berish uchun, chunki uning tili yo'q, sizga ko'rsatib berish uchun tanangizni qaysi joyi bo'shliq yoki bo'sh bo'lsa, o'sha orqali sizga, ya'ni e'tibor bergan kasalligingiz va fikringizdan kelib chiqqan holda o'sha organ sizga signal beradi. Ana o'sha signaldan bilsangiz bo'ladiki, sizda ruhiyatingizda qanchalik ziyon yetgani yoki zarar yetkazganingizni o'sha kasallik orqali bilsangiz bo'ladi. Juda ham yaxshi. Bugungi mavzuyimiz azizlar juda ham aktual. Aynan o'sha inson organizmida rivojlanishi mumkin bo'lgan kasalliklar psixologik ruhiyatga qanchalik ta'sir ko'rsatadi yoki mana shu sababmi degan savolga javob olyapmiz. Sizda ham savollar bor bo'lsa, sizni qiynayotgan muammolar bor bo'lsa, telefon raqamlarimiz ishlab turibdi. 71 kodi bilan 244 01 41 raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi. Stress va tashvish organizmga qanday ta'sir qiladi, Mahmudjon aka? Bugungi kunda oladigan bo'lsangiz, agar stressga tushadigan odam doimo asosiy e'tiborini, boya gapimga kelib chiqqan, asosiy e'tiborini u negativ, ya'ni salbiy narsalarga e'tibor beradi va shu haqida ko'p u fikr yuritadi. Endi qarabsizki, inson borgan sari salbiy narsalarga e'tiborini qaratib, shu haqida fikr yuritgandan keyin uning asosiy diqqati yaxshidan ham yomon narsani qidirishga tushib qoladi. Ana endi yomon narsani qidirgandan keyin u xohlaysizmi, xohlamaysizmi u xursandchiligini yo'qotadi. Xursandchiligini yo'qotgandan keyin u doimo tashvishda yurgandan keyin, u doimo salbiy fikrda yurgandan keyin avtomatik tarzda u asab tizimiga ta'sir qiladi. Asab tizimiga ta'sir qiladi. Chunki bizda bitta narsa borki, insonning ong osti degani bor. Insonni himoya qilish degani bu. Ya'ni ong osti o'zi nima? Ong ostidan oladigan bo'lsangiz, insonning hayotiy tarzidan kelib chiqqan holda uning tanasini shu holatga moslash. Chunki oddiy oladigan bo'lsangiz, bugungi kunda insonlarni ko'pini e'tibor bersangiz, o'tirganda ko'pincha mana bunaqa o'tirishadi bukilib. Umurtqa qiyshayadi. Ana endi organizm o'sha ong osti sizni shu o'tirishingizga organizmingizni sizga moslab beradi.
moslab bergandan keyin harakat sust bo'lgandan keyin bu umurtqa pog'ona bu insonning ushlab turish tanasi hisoblanadi, asosi. U umurtqa qiyshaygandan keyin xohlaysizmi xohlamaysiz u nerv sistemasini qisadi. Ana endi u turli sog'lomlashtirish, ya'ni mashqlar bilan shug'ullanmagandan keyin u o'sha holatda yotadi, u o'sha holatda turadi. Bora esa bu odatga aylanadi. Odatga aylanadi. Endi og'riq paydo bo'lgandan keyin biz og'riqqa chidolmaymizmi? Turli dorilar, darmon yoki boshqa narsa qilamiz. U vaqtincha og'riq qoldiradimi? Lekin bora bu stressga olib keladi. U yetmaganda yashash muhiti ko'rish kerak qanaqa bo'lyapti. Atrof bilan bo'lgan munosabati qanaqa bo'lyapti. Ana bu endi qo'shimcha stress paydo bo'lgandan keyin ruhiyatingizga albatta ta'sir qilib, bu organizmingizda turli kasalliklarni keltirib chiqaradi. Tushunarli, rahmat javob uchun. Va doimiy o'sha jizzaki bo'lib yuradigan insonlar, tez jahli chiqadigan insonlarning organizmida qanday kasalliklar paydo bo'lishi mumkin? Mana qarang, jizzaki odamlarda bitta narsa borki, bizda har bir organ, agar psixosomatikaga bog'laydigan bo'lsangiz, har bir organ sizni harakatingizdan kelib chiqqan holda javob beradi. Misol uchun jigarni oladigan bo'lsangiz, bu asosan alam nafratga javob beradi. Oshqozonni oladigan, oshqozon ichini oladigan bo'lsangiz yoki oshqozon osti bezini oladigan bo'lsangiz, bu sizni ko'ngilchanligingiz, ya'ni har bir gapni ichingizga yutishib, tashqariga chiqara olmasligingiz, gapira olmasligingiz, shaxsiy fikringizni bildira olmaysizmi? Keyinchalik bu yerga oshqozon yoki oshqozon osti bezi javob beradi. Endi siz doimiy ichingizga yutganingizdan keyin asabiylashisizmi? Asabiylashgandan keyin siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi? Yurak javob beradi. Ana endi siz asabiylashganingizdan keyin sizga og'irlik tushadi, to'g'rimi? Ana og'irlik hisobiga siz xohlaysizmi, xohlamaysiz kelajakda bo'yin osteoxondroz degan narsa bor. U paydo bo'ladi. Endi bo'yin osteoxondrozi paydo bo'ldimi, bu o'z-o'zidan yelka, qo'lga, yurakka ta'sir bo'ladi. Mana sizga o'z-o'zidan bitta shu jizzakining ta'siri qat'iy ketayotganligi. Bitta shundan bilsangiz bo'ladi. Ikkinchi tomoni bor. Siz agar o'shani oldini aniqlolmayapsiz, doktorga borasiz, misol uchun shifokorga borganingizdan keyin sizga u o'sha kasallikka qarshi dori-darmon beradi. Ichasiz, to'g'ri, yaxshi bo'lasiz. Lekin bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. Biz tanani yaxshilayapmiz. Lekin psixologiya tomonidan, ruhiyat tomonidan olganingizda u fikr sizda qolib ketyapti, u agressiya sizda qolib ketyapti. Demak, qanchadir vaqt o'tgandan keyin o'sha kasallik yana qaytalanish bo'ladi. Doimiy o'sha tashvishlanib turadigan insonlarda-chi, misol uchun deylik, yaxshilab tushuntiraman, aynan o'sha ishidagi mas'uliyatni juda ham katta darajada his qiladigan insonlar, ninani ustida turadigan insonlar, mas'uliyatni juda ham ko'p yuklab olgan insonlarni salomatligidachi. Ana endi agar bu masala bo'yicha ko'radigan bo'lsangiz, inson ikki turga bo'linadi. Mas'uliyatli insonlar bor, o'ta mas'uliyatli insonlar bor. Agar talabchan o'zidan. O'ta mas'uliyatli insonlar degani boshqalarning... Yo'q, men talabchan deganim shunday talabchan insonlardachi deyapman. Boshqalarga nisbatan talabchan. Ana endi boshqalarga ishi yuzasidan ham mas'uliyatli, ham talabchan, ham o'sha ninani ustida turib tashvishli holatda turadigan insonlarning salomatligida qanday holat? Endi bir narsaga e'tibor bering. Boshqalardan talabchan deganingiz bu o'ziga nisbatan o'ta mas'uliyatli degani. Xuddi shunday. Demak, o'ta mas'uliyatli degani boshqalarning mas'uliyatini o'zini bo'yniga oldi degani. Demak, boshqalarning mas'uliyatini o'zini bo'yniga olgandan keyin u insonlarni ham bora asabiga tegish deganimi? Ertaga o'zi anglamagan holda avtoritar boshqaruv bo'ladimi? Ya'ni meni aytganim bo'lish kerak, meni aytganim amalga oshish kerak deganimi? Endi savol, u mas'uliyatni, u talabni ularga nisbatan olib boryaptimi yoki o'ziga nisbatan ziyon yetkazyaptimi? Ana o'sha tomoniga berishimiz kerak. Boshqa tomondan qarasangiz, inson qanchalik atrofdagilarning mas'uliyatini bo'yniga oladimi, bu kelajakda grija tayyor degani. Chunki biz qanchalik mas'uliyat olamiz, bizani tanamizni ushlab turgan narsa bu umurtqa pog'onamiz bo'ladi. Umurtqa pog'onamiz ertaga
o'sha mas'uliyatni bo'yningizga olavergansizdan keyin uni og'irligini ko'tara olmagandan keyin oxiri sizga grija orqali signal beradi. Ey, sal bo'shash, tinchlan degan narsani qo'yib beradi. Rahmat, tushunarli. Demak, azizlar, biz psixologiya va salomatlik haqida suhbatlashyapmiz. Qandaydir muammolaringiz bor bo'lsa yoki bo'lmasam ko'nglingiz nimadandir taskin topa olmayotgan bo'lsa, malakali psixologimiz, amaliyotchi psixologimiz sizning savollaringizni tinglashga va albatta o'z maslahatlarini berishga tayyor turibdilar. Buning uchun telefon raqamlarimiz ishlab turibdi. 71 kodi bilan 244 01 41 raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin va albatta biz siz bilan bog'lanamiz. Va navbatdagi savolim Mahmudjon aka, o'sha surunkali bosh og'rig'i yoki yurak urishining tezlashishi, bular ruhiy holat bilan bog'liq bo'lishi mumkinmi? Bu albatta ruhiy holat bilan bog'liq. Sababi qanchalik siz stressga tushsangiz, qanchalik siz o'sha hali boy aytganingizdek talabchanlikni oshirsangiz, qanchalik siz boshqalarning mas'uliyatini ham o'zingizga olasizmi, siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi, inson o'ziga nisbatan talabchan bo'lib, inson qanchalik stressga tushib, inson qanchalik yomon narsalarni o'ylash boshlaydimi, bizada o'sha qon tomirlar astalik bilan siqilishni boshlaydi. Torayadi. Endi tasavvur qiling, daryoda har kuni oqib turgan suvdan keyin u bora-bora etga qum yig'iladi, to'g'rimi? Qum yig'ilgandan keyin avvalgi suvdan kamroq suv kelishni boshlaydi. Qon tomir ham xuddi shunaqa. Siz o'zingizga nisbatan o'sha stressizmi, talabchanlik bo'lgandan keyin siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi, qon tomirlar torayadi, boy ariqchaga o'xshab va yonida shlak yig'ilishni boshlaydi. Bora-bora esa bu qon quyilishga olib keladi. Ya'ni qonim quyilibdi deydi. Ana endi qon quyilish paydo bo'lgandan keyin siz xohlaysizmi, xohlaysizmi, miyamizga, boshimizga kislorod moddasi yetishmovchiligi bo'ladi. Kislorod moddasi yetishmadimi, o'zingizdan o'zingiz, birinchisi bu xotirani sustligi boshlanadi. Ikkinchisi fikrlash sustlashadi. Uchinchisi bosh og'riq bo'ladi. Keyinchalik bora-bora esa bu surunkali kasallikka aylanadi. Endi qon tomiri sustlashga kichraygandan keyin, qon aylanishi yomonlagandan keyin, miyaga kislorod moddasi yetmagandan keyin yurak majburiy ishlab yetkazib berish kerak bo'ladi. Endi biz xohlaymizmi? Yurakka 2 barobar nagruzka beramiz. Ana endi bu 2 barobar nagruzkani ichida ishlagandan keyin yurak albatta tezlashadi urib berishga. Chunki u ishlab berish kerak. Miyaga uni yetkazib berish kerak. Bora-bora esa xohlaysizmi, xohlamaysizmi, mikroinfarkt yo infarkt yoki bu yoqda kislorod yetmayaptimi, insult. Tushunarli. Ayni daqiqalarda jonli efirimizga muxlisimiz qo'ng'iroq qilib tushdilar va biz ular bilan bog'lanishga tayyormiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Marhamat, savolingizni yo'llashingiz mumkin. Men yolg'iz qolib ketsam, yolg'iz uyda qolsam qo'rqamanda, qo'rquv paydo bo'ladi. Yolg'iz uxlamayman-da xullas. Hozir bir daqiqa, sizni ovozingiz juda ham past holatda bizga yetib kelyapti. Yana bir bora balandroq qilgan holatda ovozingizni, savolingizni yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Marhamat. Men yolg'iz qolib ketsam uyda, bir o'zim uyda yolg'iz qolib ketsam qo'rqamanda, qo'rquv bo'ladi. Keyin kechasi uyqum qochib ketsa ham o'zim qo'rquv paydo bo'ladi. Ko'zim oldidan nimadir o'tib ketadi-da, shundan qanday qutulish mumkin? Rahmat. Tushunarli. Rahmat savol uchun. Ana endi esa Mahmudjon akadan javobni eshitasiz. Marhamat. Mana endi bu yerda bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. Shu hozir savol bergan mijozimiz buni yoshligini ko'rishimiz kerak. Ya'ni yoshlikda qanchalik qo'rquv bo'lgan, bu birinchi tomoni. Ikkinchi tomonni ko'rishimiz kerak. Bugungi kunda yotishdan oldin hali bo'lmagur qo'rqinchli kinolar ko'radimi yo'qmi? Misol uchun urush bo'ladimi, yoki jang bo'ladimi, boshqa shunaqa narsalarni ko'radimi yo'qmi? Bu ikkinchi tomondan qarashimiz kerak. Agar bu masala amalga oshadigan bo'lsa yoki haqiqatan shunaqa narsalar bo'ladigan bo'lsa, birinchisi o'sha yoshlikdagi bo'lgan holatni ishlab chiqishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi, agar kechasi yotishdan oldin kerak emas kinolarni ko'radigan bo'lsa, unda biz u kinoni almashtirishimiz kerak. Misol uchun
turli qiziqarli kinolar bo'lsa, komediya bo'lsa yoki tinchlantiruvchi bo'ladigan bo'lsa yoki nima deydi, har xil kuldiradigan holatlar bo'ladigan bo'lsa, mana unda o'zimiz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, biza ongimizga, ong ostimizga o'zimizga kerak bo'lgan ma'lumotni berib, tanamizni tinchlantiramiz. Xo'p, rahmat. Azizlar, biz ayni daqiqalarda biroz tanaffus qilib olamiz, undan so'ng yana davom ettiramiz, chunki bizda reklama vaqti. Marhamat. Qaynoq kunda muzdakkina reklama. Ko'ramiz. Wildberries'da siz uchun kerak bo'lgan hamma narsa bor. Millionlab tovarlar, original brendlar, foydali narxlar va to'lov yetkazib berish paytida. Wildberries'da o'zingiz sevgan hamma narsaga buyurtma bering. Bizning didlarimiz farq qilishi mumkin. Lekin ko'pikli Jacobs Ice Latte bizni birlashtiradi. Jacobs, hayot lazzatidan bahramand bo'l. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Azizlar, jonli efirimiz o'z yo'nalishida davom etadi va biz yana suhbatni davom ettiramiz. Navbatdagi savolim, psixosomatik kasallik deganda nimani tushunamiz? Mana boya aytib o'tganimdek, bizada o'sha e'tibor, fikr, emotsional taranglik va tana. Bitta psixosomatika deganimizda bizaning fikrimizdan, ya'ni e'tiborimiz salbiy yoki ijobiy narsaga qaysi biriga biza ko'proq e'tibor beryapmiz. Ana o'sha e'tiborimizdan kelib chiqqan holda bizda o'sha fikr paydo bo'ladimi? Siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi, sizda psixosomatik, ya'ni emotsional kasallik paydo bo'ladi. O'sha emotsional kasallik paydo bo'lgandan keyin u tanaga beradimi kasallikni? Signal beradimi? Bitta narsani bilishimiz kerak. Toki biz psixosomatikadagi bo'layotgan kasallikni yoki o'sha fikrni biz to'g'rilamasak ekanmiz, tanamizdagi kasallik doimo qaytalanish ehtimoli bor. Chunki oddiy bir narsaga e'tibor berishi, boya men aytib ketdim. Inson qanchalik mas'uliyatini bo'yniga oladimi, bu kelajakdagi griji bo'ladi. Oddiy. Psixosomatikasi mas'uliyatni olayotganingiz, man deyotganingiz, men shuni qila olaman. Yo'q. Har bir inson o'zini vazifasini bajarishi kerak. Har bir insonga o'zini vazifasi, o'zini mas'uliyati berilgan. Lekin ayrimlar mas'uliyatini olib qo'ygandan keyin bitta o'sha psixosomatika deganiki muvozanatni saqla degani. Psixosomatika esa muvozanat buzildi degani. Ana o'shandan kelib chiqishimiz kerak. O'shaning uchun biz qanchalik yomon narsalarga e'tibor beradigan bo'lsak, o'sha psixosomatik turli kasalliklari kelib chiqishi mumkin. Boya ta'kidlab o'tdim. Alam nafrat jigarga, ko'ngilchanlik oshqozon ichak bezlariga, asab yurak tizimiga yoki buyrakka ta'siri. Tushunyapsizmi? Yana bitta narsa bor. Agar ayol kishi erkak kishiga farqi yo'q, turmush o'rtog'i kim bo'lishidan erkak kishidan alami yoki nafrati yoki xafagarchilik bormi? Kelajakda ayollik kasalligi kelib chiqadi. Xuddi shunda erkaklarda ham ayolidan yoki ayollardan kimdandir alam nafrati qolib ketdimi, kelajakda erkaklik kasalligi kelib chiqadi. Bu hammasi psixosomatika. Alam nafratdan qanday qilib chiqib ketish mumkin? Ana endi alam nafratdan qutulish uchun avvalambor o'sha xafa bo'lgan narsasini u tushunib turib anglash kerak. Shu xafa bo'lgan narsasiga shu kasallik arziydimi? Agar yo'q, arzimaydi, unda nimaga xafa bo'lyapti u? Ana o'shani mag'zini chaqish kerak. Qachonki shu inson o'sha xafa bo'lgan narsani mag'zini chaqsa, daqiqalar o'zimiz kechirib oladi, qo'yib yuboradi. O'zimiz qo'yib yuboradi. Bo'ldi, u yechildi. Chunki mana yaqinda shunaqa narsa bo'ldi. Bir insonning ishorasizmi, rulda ketyapti-da, mashina to'xtadi, oldimga kelyapti. Chap qo'l mashina osilib qoldi. O'zidan o'zi osilib qoldi. Oldim keldi, mana qarang nima bo'ldi qo'lim dedi. Ishlamayapti qo'li. Ana o'sha yerda o'zida o'tirdik, psixosomatika tomonidan kirib keldik, aytamiz. San ayollarda xafa joying bo'lsa yo'q dedi.
o'sha yerda o'sha yerda o'sha ayollarga bo'lgan alam, nafrat, xafa esida bormi, yo'qmi? O'sha kechirim qoidasini foydalandik, minnatdorchilikni qo'shdik, ishonasizmi? O'tgan bo'lsa 7 minut, 10 minut qo'l ishlab ketdi. Mana oddiy misol. Uni shunchaki o'sha gaplar, so'zlar orqali takrorlaydimi mijoz yoki qandaydir bir mashg'ulotlari bormi? Mashg'ulotlari bor. Ko'rsatib bera olasizmi, aytib bera olasizmi? Endi misol oddiy narsaki, mana oddiy narsa bo'lishi mumkin. Sizga o'sha qo'ldagi misol keltiradigan bo'lsam, men bilgan, bilmagan ayoldan xafa bo'lsam yoki alam, nafratim bo'lsa, bugundan boshlab tavba qildim va o'zimdan qo'yib yubordim. O'zini aybi o'ziga, meni aybim o'zimga bo'lsin deydi. O'shani o'zida agar qalban shu so'zini tan olsa, yechiladi shu narsasi. Oddiy misol. Bu o'tirib olib, hali har xil meditatsiya, boshqa qilish, marhamat qilsin, lekin bu oddiy variant. O'sha variant o'zida yechilishi mumkin. Yoki yana bitta narsa bor. Mana ko'pincha insonlarda shunaqa bo'ladiki, qayergadir majburiy bo'ladi. Cho'tta oyog'im tortmayapti, shu yerga borgim kelmayapti, lekin majburman deydi. Bilasizmi? Kelajakda shu oyoq og'riq qolib keladi. Yo'q-ey. Ha. Oyoq og'riq qolib keladi. Demak, ko'ngli tusamasa borishi kerak emas. Shart emas. Avvalambor bilish kerak, nima uchun o'sha yerga bormayapti? Nimaga? Chunki tanamizda, organizmda shunaqa himoya, intuitsiya borki, u shu boradigan joyimizni oldindan his qilib bizani himoya qilib turadi. Lekin biz unga qarshi borganimiz uchun organizm qo'yib yuboradi. Bilganingni qildim. Yuqorida meditatsiya dedingiz, o'sha meditatsiya yoki affirmatsiyalar orqali sog'liqni yaxshilash mumkinmi? Mumkin. Qachonki o'sha qilayotgan meditatsiyangizga yoki qaytarayotgan affirmatsiyangizga o'zingiz qalban ishonsangiz. Lekin qalban ishonmay, faqat qaytarsangiz, uni ta'siri bo'lmaydi. Tushunarli. O'sha doimiy tarzda salbiy fikrlab yuradigan insonlarni salomatligida qanday ruhiy o'zgarishlar bo'lishi mumkin? Birinchisi, eng kattasi bu asab tizimining buzilishi. Birinchisi. Undan keyingisi oshqozon yoki oshqozon ichigida yoki oshqozon osti bezida boshlang'ichida yo gastrit yo yazva yo pankreatit bo'lishi. Keyingisi jigarida, jigar men kasalman demaydi. Jigarida yo'qdan javob beradigan narsa bu o't tufay, yaxshi ishlamasligi. Ya'ni ovqat hazm qilinmaydi yoki qandaydir kekirish degan narsa bo'ladi. Bu tomonga o'tadigan bo'lsangiz, yurak bilan buyrakning javob berishi. Tushunasizmi? Bu bog'lanib ketaveradi. Ana endi yurak bilan buyrak, oshqozon osti bezi o't tufay yaxshi ishlamadimi? Kelajakda bunda kalit kasalligi. U ham paydo bo'lmadimi? Kelajakda o'sha gemoroy yana bitta kasallik chiqdi. Uni ham oldini olmadimi? Kelajakda qon aylanish tizimini buzilishi. Uni ham oldini olmadimi? O'sha bu yerda yoki gipotoniya yoki gipertoniya kelib chiqadi. Ya'ni qon bosimi yo o'ynoqi bo'lib qolishi, qon yaxshi aylanishmasi. Ana aytadi, oyoq qo'lim uvishib ketyapti, sovuq qotib ketyapman. Asli tegi boshqa yerda. Men aytmayman shifokorlar davolamaydi. Yo'q, o'sha shifokorlar bilan psixolog hamkorlikda psixosomatikani qo'llasa, davolanishi, shifo topishi tezroq amalga oshadi. Bolalardachi? Bolalar haqida ham gaplashsak, aynan o'sha kichiklik davrida, bolalik davrida xarxasha qilishadi. Jahli tez chiqadigan bo'ladi, bir xil bolalarni yoki bo'lmasam o'sha aytganini qildiradigan bolalar va mana shu jarayonda ota-onalar nevropatolog huzuriga olib borishadi, lekin psixologga olib borishmaydi. Ularda ham psixologik holat yuz berayotganidan bu darakmi shunda? Xuddi shunday. Ruhiyatida qandaydir o'zgarish bo'ladi va bizning tilda aytganda yoshlikdagi psixotravmalar deymiz. Psixotravma deymiz. Ya'ni bu nimadan kelib chiqadi? Mana bugungi kunda e'tibor beradigan bo'lsak, bolalarimizga, "Hey, anunga tegma. Hey, mana buni qilma. Hey, anuni bolasini qara, qanaqa a'lochi? Sen ikkichisan. Anuni bundoq qilmagin" deydi. Ya'ni siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi, bola o'ziga to'siq qo'yishni boshlaydi. "Men buni qilsam hozir gap eshitaman. Men buni qilsam mana bunaqa bo'ladi. Anuni bolasi a'lochi ekan, men ikkichi ekanman." Bizda ko'p narsa bo'ladi. "Sen o'g'risan, sen alkash bolasisan, sen unaqasan, sen bunaqasan" deb. Bizda
o'zimiz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, bolani miyasiga qaytarish jarayonida uni miyasiga joylashtiramiz. Ana endi bitta narsa borki, haligi kelajakda men alkash o'g'li ekanman, alkash bo'laman-da baribir deydi. Yoki men shopirni o'g'limanki, shopir bo'laman-da deydi. Ko'rasizmi? O'zimiz bilmagan holda bolaga ustanovka qo'yib qo'yamiz. Lekin shuni o'rniga men senga ishonaman. Sen ertaga juda katta odam bo'lasan. Sen a'lochisan. Sen aytgan narsangga erishasan deb agar bizga ishontiradigan bo'lsak, bilasizmi, insonning ichida shunaqa energiya borki, tog'a ag'dashga kuchi bor. O'shaning uchun bu ota, ona yoki oiladagi muhitda bolaga qanaqa ta'siri va qanday ustanovka berishiga bog'liq bo'ladi. O'sha psixologik travmalar kelajakda farzandning sog'lig'iga qanday ta'sir qilishi mumkin? Oddiy oladigan. Nimalarda o'sha namoyon bo'ladi? Mana oddiy oladigan bo'lsa, bizga ko'pincha kelishadi. Mana hozir savol bergan mijozimizga aytishimiz mumkin. Yoshlikda bolani qanchalik qo'rqitgan bo'lsangiz, misol bitta yo'nalishda, bu kelajakda turli yo'nalishlarda ko'rinish beradi. Ko'rinish beradi. Misol uchun tepalikdan qo'rqish. Yoshlikda boshqa qo'rqish bo'lgan, lekin o'sha qo'rqish tepalikdan qo'rqish yoki qorong'idan qo'rqish. Misol, menda shunaqa mijoz bo'lgan, liftdan qo'rqqan. Keyin surishtirsak, bu yoshlikda, "Hey, ehtiyot bo'l, yiqilib tushasan, anti qoqilasan, tushib ketasan" degan narsa liftga ta'sir qilyapti. Liftga o'tirsa, uning xayolida yoshlikdagi programma ishlab ketadi. Hozir lift to'xtab qolsa, lift tushib ketib qolsa yoki nimadir bo'lib qolsa degan programma bilan liftga chiqa olmadi. Lekin o'shanda biz amaliyotda qo'lladik, birgalikda qilib 2 marta tepaga chiqib tushdik, orasida bir marta 6-etajda o'chirib qo'ydik liftni. Keyin 3-marta chiqayotganda siz hozir deb turib liftdan chiqib turib liftni qo'yib yubordik, 4-da o'zi chiqib tushdi. Nimaga? Chunki lift ishlayotganligini tushunib angladiki va anu programma noto'g'riligini angladi u. Shu bilan bo'ldi, qo'rquvni yo'qotdi. O'shaning uchun insonlarga men bir narsani beramanki, bizda bitta narsa bor. Qo'rqqan narsangga bor deymiz. Misol uchun bular qorong'idan qo'rqaman deyaptimi? O'sha xonada mayli o'zlari bo'ladimi, yonlarida kimdir bo'lsa, o'sha qorong'i chirog'i yoqib birinchi xonani ko'rsin. Keyin chirog'i o'chirib turib shu xonani yana tomosha qilsin. Ana o'shanda ko'radi, ichida qanaqa g'ulg'ula ishlayotganini. Yana chiroq yoqib ko'rsin. Keyin yana chiroqni o'chirib, o'zini yonida odam bilan shetga kirsin. Qachonki shu xonada hech narsa yo'qligini tushunib, g'ulg'ula shunchakiligini anglasa, undan qo'rquv chiqib ketadi. Qo'rquv nimaligini ham tushunmaydi keyin. Bemalol hali aytadi, ko'prikdan ham o'tib ketadi. Bitta o'sha narsamiz bor. O'shancha qachonki siz qo'rqayotgan narsangiz yoki qila olmayotgan narsangizga qarshi bordingizmi, o'shani yengib chiqdingizmi, bo'ldi, marra sizniki. Mahmud aka, nima uchun ko'pchilik insonlar psixologga borishga uyalishadi yoki tortinishadi? Biladi, borishi kerak, muolaja olishi kerak. Endi bizda agar biladigan bo'lsangiz, ko'p insonlar, tajribamdan kelib chiqqanda aytaman, ko'p insonlar avvalambor ular psixosomatikaga e'tibor berishmaydi, ular birinchi shifokorga oson yo'l qidirishadi. Tabletka bilan davolanishni qidiradi. Ana endi tabletka natija bermasa, ertaga keyin psixologga borishga majbur bo'lishadi. Natija bermasa, lekin o'shalar bir o'ylab ko'rsa bo'lardi. O'sha shifokor bilan agar psixologga hamkorlikda davolanadigan bo'lsa, ya'ni uni yutug'i ko'proq bo'ladi. O'shanisi bor. O'shani shifo topmaganda bu bir tomoni bo'ladi. Ikkinchi tomoni bor, psixologiya deganda bugungi kunda endi kamaydi, boshlang'ich avvallari bo'lardi. Men jinnimanmi derdi. To'g'ri. Jinnimanmi? Men nimaga boraman derdi. Tushunyapsizmi? Ya'ni psixologiya bu jinlar kelmaydi. Psixiatriyaga borishi mumkin. Lekin psixologiyaga bu degani sog'lom, faqat ruhiyatida emotsional qandaydir taranglik borki, o'shani tiklab berishga olib kelish kerak. Bo'ldi, uni boshqa vazifasi yo'q. O'sha uchun psixolog kelganda uning ruhiyatini nima deydi, tiriltirib berish va emotsional oyoqqa turg'izib berish, uning fikrini to'g'irlash va unga to'g'ri yo'l ko'rsatish. Xolos.
Undan boshqa narsa yo'q. Agar shuni tushunsa, menimcha birinchi o'ringa kelib psixolog kelishni boshlashadi. Azizlar, siz anglaganingizdek studiyamizda amaliyotchi psixolog bilan biz suhbatni olib boryapmiz. Fursatdan foydalaning, qo'ng'iroq qiling. Sizni qiynayotgan savollaringiz bo'lsa, albatta yo'llashingiz mumkin va ayni daqiqalarda Mahmudjon aka bizga qo'ng'iroq qilib tushgan muxlisimiz borlar, ularning savollarini hozir eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Marhamat, savolingizni ayting. Endi men ismimni, familiyamni qo'ya qolaman. To'g'ri. Psixologik savolim bor edi. Juda ham yaxshi. Keling, savolingizni ovozingizni balandroq qilgan holatda aytsangiz maqsadga muvofiq bo'lardi. Xo'p. Umumiy qilib beraman savolni. Misol uchun, yoshlikdan, bog'cha, maktabdan psixologik atakalar bo'ladi, travmalar bo'ladi odam bolalar miyasida. Bu keyin katta bo'lgandan keyin o'zini ta'sirini ko'rsatadi deyaptilar. Shu narsadan chiqib ketishi tez, oson, optimalniy yechimini qanaqa qilib odam o'zi bilan kurashibmi yo psixologga boribmi, shu format qiladi-ku, xuddi shunga o'xshab. Miyani tozalash. Demak, savol tushunarlimi Mahmudjon aka? Savol tushunarli bo'ldi. Savol bermaysizmi muxlisimizga? Ha, mana qarang, siz hozir o'sha psixologik ataka deyapsiz. O'sha fikringizda yurgan yoki fikringizda doim sizni bezovta qilayotgan salbiy fikrlarni bilasizmi o'zingiz? Ha. Bilasiz. Qarang, sizga birinchi savolim. O'sha fikrlar sizga qanchalik foyda keltiradi? Katta foyda keltiradi ular. O'sha salbiy fikrlar. Ularning keragi yo'q, ular negativ. Faqat ikkinchi savolim, o'sha negativ fikrlar sizga qanchalik ziyon keltiradi? O'ylasangiz. Tushkunlikka tushadi odam. Uchinchi savolim, o'sha fikrlarni o'ylamasangiz sizga qanchalik foyda keltiradi? Yaxshi bo'ladi. Tasirini yaxshi bo'ladi. To'rtinchi savolim, o'sha fikrlarni o'ylamasangiz sizga qanchalik zarar keltiradi? O'ylamasa zarari yo'q uni. Demak, qarang, endi men sizga 4 ta savol berdim. O'sha 4 ta savoldan qaysi biri sizga optimal? Oxirgisi. Oxirgisi emas, uchinchisi. To'g'rimi? Shunaqa. Ana endi qarang, o'sha yomon fikrlarni o'ylamasangiz sizga foyda keltirayotgan tomonni ko'rib turibsiz. Lekin o'ylasangiz qanchalik zarar kelib, keyinchalik psixosomatika orqali tanangizda kasalliklar kelib chiqishini bilyapsiz. O'sha turli kasalliklarni kelib chiqishiga sizga o'sha fikrlarni o'ylashingizga arziydimi? Yo'q. Unda ne o'ylayapsiz? Shu savolni o'zingizga beringchi. U avtomatim keladi, chunki u yoshlikdan o'zi ana o'sha yoshligingizda ana endi bir varaq qog'oz olasiz. Mani nima bezovta qilyapti bugungi kunda degan savolga javob berasiz. O'sha yozgan fikrlar faqat boshidan oxirigacha yozishingiz kerak. Shu yoshligingizda bo'layotgan, bugungi kungacha bo'layotgan holatda fikrlarni yozishingiz kerak. Ana endi uni yozganingizdan keyin 1-2 kun o'tgandan keyin qayta o'tirib shu savolni yozganingizni o'qib chiqasiz. O'qib chiqasizda qanchalik menga bu foyda, qanchalik menga bu zarar degan savolga shunga asoslangan holda javob berasiz. Mana sizda tushunish, anglash ketyapti. Endi agar siz uni foydasini, zararini ko'rganingizdan keyin uchinchi savol keladi. Arziydimi shu fikrlar bilan men o'rtoqlashishimga? Bu bir tomon. Endi ikkinchi tomonni qarang. Bugungi kunda siz bilan nimadir sodir bo'lishi uchun kim ruxsat beradi? Kimdirmi yo sizmi? O'zim. Demak, shu fikr sizni miyangizda paydo bo'lishiga kim ruxsat beryapti? O'zimda, конечно. Demak, shu fikrga paydo bo'lishiga o'zingiz ruxsat berdingizmi? Javobingizni topdingizmi? Topdim. Demak, siz xohlasangiz shu fikr paydo bo'ladi. Siz xohlamasangiz bu fikr sizdan qochadi. Tushundim. Rahmat. Fobiyadan qanday qutulish mumkin? Navbatdagi savol.
Fobiya ham o'sha qo'rquvning bir turi. Xuddi shunday. Faqat uni ajratishimiz kerak. Qanaqa fobiya? Boya aytdim-ku, 9-etajdan pastga qaragan odam qo'rqsa, 9-etajdan chiqib turib sekin pastga qarashni o'ziga o'rgatish kerak. Yoki boya lift, bu ham bitta fobiya. O'shaning ichiga. O'shancha sizda fobiya bormi? Misol yoki oddiy, mana itdan qo'rqadiganlar ko'p. O'shani yengib chiqish uchun oddiy 10 chig'i it olsin, o'shandan boshlasin. Uni yengib chiqdimi, kichkina it silab ko'rsin, sal kattaroq it silab ko'rsin. Nimaga? Chunki o'sha qo'rquvi o'rniga itga nisbatan unda mehr uyg'onadi. Chunki biz bilamiz, hayvon insondan chiqayotgan to'lqinni his qiladi. Agar endi sizda qo'rquv emas, o'sha mehr to'lqini chiqadigan bo'lsa, it o'zi sizga salom berib keladi. O'sha tomoni bor. Demak, yana bir qo'ng'iroq egasi biz bilan bog'lanish uchun tayyor bo'lib turibdilar. Assalomu alaykum, marhamat, sizni eshitishga biz ham tayyormiz. Assalomu alaykum. Marhamat, savolingizni yo'llashingiz mumkin. 4 oylik chaqalog'im bor hozir. U baland ovozdan, bir sal xatti-harakatlardan rosa cho'chib yig'laydi. Nima sababdan unaqa? Raddom tug'ilganda raddomda ham mana shunaqa bo'luvdi. Sizga rahmat. Savolim, homiladorlik jarayonida qanchalik siz asabiylashgansiz? Asabiy bo'lganman, lekin ancha. Birinchisi, ikkinchisi, qanchalik sizda qo'rquv jarayoni o'tgan, ko'p? Ko'pchilik bo'lgan, unaqa qo'rquv ham bo'lgan, stresslar ham bo'lgan. Mana endi bitta narsaga e'tibor bering. O'sha farzandingizdagi o'sha bugungi kunda sal narsaga qo'rqishi yoki boshqasini to'g'irlash uchun avvalambor siz o'zingizni to'g'irlashingiz kerak. O'sha homiladorlik jarayonida o'tgan asabiylik, o'sha qo'rquv boshqasini ustida ishlab turib o'shalarni to'g'irlasangiz, ertaga farzandingiz o'zidan to'g'irlanadi. Chunki sababi siz uni to'g'irlaganingizdan keyin bugungi kunda bolangizni emizasiz-ku, o'sha emizganingizda sutingiz orqali o'sha ishonch, o'sha mehr, o'sha yutug'ingizni berasiz. Siz xohlaysizmi, xohlamaysiz, bola o'zini davolashga tushadi. Tushuntira oldimmi? Aha. Salomat bo'linglar. Rahmat kattakon, sog' bo'ling. Mahmud aka, psixologik jihatdan sog'lom bo'lish uchun kundalik qanday odatlar bizga kerak bo'ladi? Bilasizmi, boya bir narsani aytdim-man, e'tibor, fikr, emotsional taranglik va kasallik, tana kasalligi. Agar endi kundalik jarayonida siz sog'lom bo'lmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz-chi, o'shani biz teskari qilishimiz kerak. Birinchisi, tanani sog'lomlashtirishimiz kerak. Tanani sog'lomlashtirishimiz kerak. Siz tanani sog'lomlashtirdingizmi? Siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi? Tana kuchga to'lib, quvvatga to'lgandan keyin ruhiyat sog'lomlashishni boshlaydi. Ruhiyati sog'lomlashgandan keyin siz nima qilgan taqdirda fikringizni to'g'rilaysiz. Fikringizni to'g'rilab, quvvatga turib, go'dingiz tikka turganidan keyin avtomatik tarzda menga shu narsa kerakmi deysiz. Sog'lom yurganim ma'qul emasmi deysiz. O'shaning uchun bugungi kunda insonni men doim bir narsani bilaman, o'zimdan kelib chiqqan holda. Men bugungi kunda psixologik sog'lom yurishim uchun men bugungi kunda o'zimga nima deydi? Sportni qo'shganman. Sportni qo'shganman. O'sha misol uchun grija deymanmi, asab deyman, bosh og'riq deyman, qon aylanish, hammasiga sportni qo'shganman va har bitta harakatga qandaydir men mashq berganman. O'sha mashq asosida bugun ruhiyatim shunchalik taran demayman, shunchalik quvvatga to'lganki, charchoq tushunmayman. Charchoqni nimaligini bilmayman. Misol uchun kechqurun uyga borganda 10 dan 12 gacha bemalol darsimni qilaman, hamma uxlagandan keyin. Nimaga? Chunki kuch, xohish, boshqasi qidiraman, yana qanaqa mashq, psixologiya, qanaqa bog'liqlik tomoni. O'shancha inson o'z ustida ishlash yoki sog'lom turmush tarzi degandan keyin hali o'zimizda oddiy narsa bor. Oltidan keyin og'ir ovqat yemaslik. Oddiy, sodda. Misol uchun qatiq deymizmi yoki meva deymizmi, boshqa yengil ovqat yeyish. Organizm chunki nimaga?
kechqurun 6dan keyin organizm damga moslashadi, tayyorlanadi. Biz uni tayyorlash o'rniga biz ishlatishga majbur qilamiz. Bosim beramiz. Bosim beramiz. Yoki oddiy bor narsani oladigan bo'lsangiz, bu ko'p erkaklarimizda bor. Keyinchalik bilinadi. Kechqurun 9 da ovqat yeb yotishadi. Siz xohlaysizmi, xohlaymisiz? Bu jigarga nagruzka. Organizm ham stressga tushadi. Organizm stressga. Chunki bitta narsani biz bilishimiz kerak. Bugungi kunda siz bilan nimadir sodir etilyaptimi? Psixosomatikadan kelishimiz kerak. Lekin o'sha sodir etilayotgan narsa o'shani amalga oshirish uchun bu sabab bo'ladi. Bu sabab bor yo'g'i. Agar keyin buni anglab turib, buni to'g'rilasa, bu o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketadi. Tushunarli. Yana bir qo'ng'iroq egasi bizni kutib turibdilar. Assalomu alaykum, xayrli oqshom. Marhamat, savolingizni aytishingiz mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum. Xayrli oqshom. So'ramoqchi bo'lganim, jiyanimda oshqozon yarasi kasalligi bilan 2 yildan beri qiynaladi. Shu narsani psixologik jihatdan qanaqa davolasi bo'ladi? Chunki u biron narsa yeyishga qo'rqadi. Oshqozonim og'rib qoladi deb xayoliga shu narsa ketmaydi-da. Shunga nima maslahat berasiz? Savol tushunarlimi? Oxirgi tushunolmadim. Keling, yana bir bora savolingizni qaytarib yuborsangiz. 17 yoshli jiyanimda oshqozon yarasi bor. Yildan beri bezovta qiladi. Jiyanimga qanaqa yordam bera olamiz? Bu qo'rqib qolgan. Bir narsa yeyishda ham bu menga mumkin emas, oshqozonim og'riydi deb. Shuni qanaqa davolasa bo'ladi? Shu haqida ma'lumot bera olasizmi? Qarang, birinchi savolim. Nega siz ko'ngilchangsiz? Har bolani o'zingizga olaverasiz. Qo'shningizda ham muammo bo'lsa, siz ko'nglingizga olasiz. To'g'rimi? To'g'ri. Ikkinchisi, doim siz baliqqa o'xshab jim yurasiz, shaxsiy fikringizni bildira olmaysiz. Keyin shu xafa bo'lmasin deb ichingizga yutasiz. Uchinchisi, o'zingizni yaxshi ko'rasizmi? Tushundingizmi? Ana endi bundan kelib chiqqan holda e'tibor bering, o'sha agar esingizda qolgan bo'lsa, qanchalik oshqozoningiz yoki shu nima deydi, nafas olish yo'lingiz qiziydi, to'g'rimi? To'g'ri. Ana endi siz sovuq suv qidirasiz. O'sha issiqlikni bosish uchun. Endi siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi? Oshqozondagi bo'layotgan nima deydi, jarayonni buzasiz. Ikkinchisi, oshqozon ostidagi bo'layotgan shu insulin moddasini ishlab chiqarishini jarayonni ham buzasiz. Yetmagan joyiga o't pufayingizni shamollashtirasizda. Bugungi kunda agar tekshirtirsangiz, xolesistit degan sizda diagnoz ham bor. Bor. Buning uchun nima qilishimiz kerak ekan? Ko'ngilchangni olib tashlaymiz, shaxsiy fikr bildirishni o'rganishimiz kerak va ichki mengizni muvozanatga olib kelish kerak bo'ladi. Bu sizga maslahatim, imkoningiz bo'lsa, psixologga qabuliga boring. O'ylaymizki, Kattakon rahmat. sog' bo'ling, salomat bo'ling. Shunday insonlar bor, ko'p qo'ng'iroq qilishadi. Misol uchun, biron joyim og'riyapti, bezovta qilyapti, lekin shifokorga borsam yoki qon tahlillarini natijalari hech qanday kasallik menda yo'qligini ko'rsatadi. Shunday. Qanday qilib mana shu jarayondan chiqib ketish mumkin? Mana men sizga oddiy misol keltiraman. Ko'p menga yurak kasalligi bilan kelishadi. EKG qildiradi, kardiologga boradi, yuragim sog'lom deydi. Lekin shu savolni beradi. Men yuragimni tapalab uradi, tez uradi. Lekin tushunmayman. Lekin doktor senga dori kerak emas, sen sog'lomsan deydi. San narsaga qo'rqib ketishi mumkin, hovliqib ketadi. Bilasizmi, buni tegini aslida agar Mahmud aka, keling mana shu savolimga reklamadan so'ng javob bersangiz. Ayni daqiqalarda biz biroz tanaffus qilib olamiz azizlar. Reklamaga navbat. Bobur, qarang, siz nima deysiz? Madina, odamga taskin berishni bilasiz? Albatta, bizda esa reklama. Andalus halol hayot tarafdorlariga. Bizning didlarimiz farq qilishi mumkin. Lekin ko'pikli Jacobs Ice Latte bizni birlashtiradi. Jacobs hayot lazzatidan bahramand bo'l.
iste'molchilarimiz Sherinni muntazam tanlashadi. Tekshirib ko'ramizmi? Sherin? Sherin. Har bir uyda Sherin. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Jonli efirimiz o'z yo'nalishida davom etadi. Demak, inson o'zini chinakam sog'lom his qilishi uchun nima qilishi kerak? Bilasizmi, boyagi narsani aytib o'tmoqchi edim. Mana inson o'zini o'zi kardiologga bordi, boshqa qildi, yuragim bezovta qilyapti. Bezovta qilyapti, lekin hamma narsa joyida deyilyapti. Bunaqa insonlar juda ko'p uchraydi, yoki nafas siqyapti, yo havo yetmayapti deydi. Bilasizmi, men psixologiyaga qiziqaman, tibbiyotga ham qiziqaman. Keyin o'sha qachondir ota-bobolarimiz shug'ullangan mashqlarga ham qiziqaman-da. Shunda men bir narsani qidirib topdim. Yuragingiz agar masalan kardiolog tomonidan yaxshi deyildi, boshqa deyildi, hammasi deyildi-yu, lekin nima qilishingizni bilmaysizmi? Men tega endi nima deydi, hammaga davo deya olmayman, lekin o'zimda davosini ko'rdim. E'tibor berdimki, chap kuragimni orqasida bizda hali qariyalar eslasangiz, tomiring o'sibdi deydi. Shuni astaligi bilan, kerakligi maz bilan o'qilasa, o'sha yurak 3 kunda qo'yaverar ekan. Oddiy mana mashq. Bu birinchisi. Ikkinchisi, o'sha yurakni shunday holatga kelishiga sabab bu bo'yin osteoxondrozi. Nimaga? Chunki agar bo'yin osteoxondrozi, chunki bitta narsani biz bilishimiz kerak, mana shu kuragimizning orqasida nima deydi, kurak bor-ku, orqa. Shu holat, shu yerdagi holat bizani boshimizga, qo'limizga, yuragimizga, o'pkamizga javob berar ekan. Qani mana shu hozir bizani kuzatayotgan odamlar 2 hafta oddiy mashq bor. Oddiy. Misol uchun mana qo'lingizni mana shunday ushlaysiz, mana shunday qilib kurakni ochiladi. Yana olib kelasizda, shunda ko'tarib yana shuni qo'lni ochasiz. Mana shuni 2 hafta qilsin, ko'rasiz. Bo'yin osteoxondrozi ham, kurak ham, umurtqa ham ochiladi. O'pka ham ochiladi. Faqat 2 hafta har kuni ertalab astalikda birdan emas. Misol uchun bugun 10 ta, ertaga 12 ta, indinga 14 ta qilib 50 taga olib chiqsin. Natijasini o'zlari ko'radi. Siz rahmatini eshitasiz. Juda ham yaxshi. Ana endi esa yana bir qo'ng'iroq egasi bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum. Marhamat, savolingizni yo'llashingiz mumkin. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Men psixologga savolim bor edi. Agressivlikni qanaqa qilib yo'qsa bo'ladi? 5 yoshli farzandim sal narsaga anaqa qiladi, o'sha qizishib ketaveradi, juda agressiv. Agressiyani qanday qilib yo'q qilsa bo'ladi? Kimda? Farzandlarida ekan. Farzandingiz necha yoshdalar? 5 yoshli farzandim. 5 yoshda ekanlar. Nechta farzandingiz bor? 3 ta farzandim bor. Katta farzandim 10 yosh, u unaqa emas-da, agressiv emas. Hamma narsani yumoristki qabul qilaveradi, anaqa qiladi, kulib turib yengib ketadi. Endi kichkinamda hali chaqaloq, endi 7 oylik bo'ladi, uni hali bilmayman. Lekin ikkinchi farzandim juda agressiv. Bu 5 yoshdagi o'rtancha farzandingiz, a? Ha. Sizga savol. Farzandingizni nazoratini qanchalik kuchaytirgansiz? Nazoratimiz ostida yuradi, lekin uni qilma, buni qilma, mana mumkin emas deb qanchalik nazorat qilasiz? Endi o'sha mumkin emas bo'lgan narsa mumkin emas deymiz. Lekin ko'p narsaga ikkinchi savolim, o'sha mumkin emas degan joyini menga tushuntirib bera olasizmi? Nima uchun mumkin emas? Chunki o'zingiz bilmaysizda nima uchun mumkin emasligini. Endi opasniyroq narsaga mumkin emas deyman. O'sha sizga savol beraman. Men farzandingiz tarzida sizga savol beraman. Aya, siz menga mumkin emas deb aytyapsiz. Nima uchun mumkin emas deb savol beryapman? Tushuntirib bera olasizmi? To'kli narsa bo'lsa tegmadimi yoki adasini o'sha instrumentli narsalari bo'lsa mumkin emas, adem baqiradi deb tushuntiraman-da. Ko'rdi, qarang. Adem baqiradi deb siz tushuntirmayapsiz. Adem baqiradi deb siz qo'rqityapsiz uni. To'g'ri. Qachonki siz adem baqiradi deb unga tushuntirmang, nima uchun mumkin emasligini shu bolaga tushuntiring, bola agressiv bo'lmaydi, birinchi tomoni. Ikkinchi tomoni, tushuntirishingizdan oldin siz o'zingizni gap so'zingizga e'tibor bering. Qaysi tonda bola bilan gaplashyapsiz? Baland tonda siz aytasiz: "Hay,
mumkin emas, tegma deyapsiz, to'g'rimi? Siz toningizni ko'targaningizdan keyin bolada nima paydo bo'ladi? Qo'rqish bo'ladi anaqasi. Qo'rqish paydo bo'ladi. Va bizlar hali o'zimiz tilda aytganda keyinchalik bez bo'ladi. Demak, siz kimni yaratyapsiz? Yumshoq gapirsa gapga kirmaydi-da. Uning uchun kim o'zgartirish kerak o'zini? O'zim o'zgartirsam, yumshoq gapirsam, gapimga kirmagandan keyin siz o'zingizni o'zgartirib, gapirish toningizni, munosabatingizni o'zgartiring, ko'rasiz, farzandingiz o'zgaradi. O'zgartirish deganda muloyimroq, sekinroq. Da. Holatdan Nima uchun mumkin emas deganigacha adendan deb qo'rqitmang. Nima uchun mumkin emasligini asoslab bering. Chunki bolalar bitta narsani tushuning. Inson qachonki mumkin emasligini nima uchun tushunib anglasa, haqiqatan u shu narsani qilmaydi. Lekin men buni qilmagin desangiz, buni o'zingizdan ham biling. Men buni qilmasangiz battar qilasiz. Lekin nima uchun qilmagin degan narsani tushuntirib bersa, ha desa, uni qilmaysiz. To'g'rimi? Farzandga ham xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Tushuntira oldimmi? Tushundim. Salomat bo'ling. Rahmat kattakon. Davom etamiz. Demak, yana albatta savollaringiz bor bo'lsa, telefon raqamlarimiz ishlab turibdi. Bemalol malakali psixologimizdan maslahat olish imkoniyati bor sizda. Demak, navbatdagi savolim, qanday qilib oddiy odam o'zidagi kasalliklarning psixologik ildizini aniqlay olishi mumkin? Endi bilasizmi, men bir narsani aytaman. Agar haqiqatdan o'zidagi kasalliklarning ildizini qidiradigan bo'ladigan bo'lsa, birinchisi bu nima edi? Vaqt yo'qotmaslik uchun tajribali psixologga borgani ma'qul. Amaliyotchi psixolog, aytib qo'y, nazariyotchi emas. Amaliyotda o'tgan psixologga borgani ma'qulroq. Vaqtdan yutadi. Yo'q, o'z ustida ishlaydiganman degan bo'lsa, unda haqiqatdan u bilim ichiga kirish kerak bo'ladi. Chunki bitta narsani biz tushunishimiz kerak. Har bir kasallikda nimadir yotibdi psixosomatikada. Bitta narsa bo'lmaydi. Har bitta kasallik. Va ana endi siz uni topganingizdan keyin ana uni keyin qanday bartaraf qilish yo'lini qidirishingiz kerak bo'ladi. Uni bartaraf yo'lini qidirgancha u vaqt o'tib ketib qolishi mumkin. Lekin o'sha tajribali, o'zidan o'tkazgan yoki ishlagan, o'z ustida ishlagan psixolog bilan bo'ladigan bo'lsa ham vaqtdan yutadi, ham oson o'rganadi va tuzalish jarayoni tez o'tadi. Ana o'sha tomon. Eng yaxshi tajribali psixologga borgani ma'qul deyman. Sizdan maslahat olish uchun yana bir muxlisimiz qo'ng'iroq qilib tushdilar. Assalomu alaykum, marhamat. Savolingizni aytishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, siz charchamayapsizlarmi? Rahmat. Sog' bo'ling, marhamat. Qanaqa, men ishlayman-da. Ishxonada har kuni bitta gap bo'ladi menda. Qachon o'zingiz uylantirasiz deyishadi. O'shani gap ko'tara olmayman shu gapimni. Qanday gapni aytadilar, ishxonangizdagilarmi? Men o'g'lim uylantirishim kerak-da. Endi hali ta'til bo'lmayapti. Va ishxonamdagilar kasallar endi-da. Va ta'til bo'lmayapti. O'shan har kuni bo'lsa, har kuni shu bitta gapni qachon uylantirasiz? Va o'g'lingiz katta bo'lib qoldi. Nima qilasiz? Tanlaysiz. O'sha gap ko'tara olmayman-da o'zi. Tushunali. Savollarni eshitdik. Demakki, hozir Mahmudjon aka, savolingiz bo'lsa, muxlisamiz, qo'ng'iroq qilib tushgan muxlisamiz, iltimos go'shakni qo'yib qo'ymang. Aytayaptilarki, farzandimni, ya'ni o'g'limni qachon uylantirasiz deb hamma aytaveradi. Endi taqdiri hozir bo'lmayapti. Mana shu savol ularga yoqmas ekan. Aloqadamisiz? Ha, aloqadaman. Farzandingiz necha yoshda? 30 ga kirdi-da. 30 ga kirdi. Qachondan uylantirishga harakat qildingiz? Men o'zim hurmatli operatsiya bo'ldim-da, o'shancha. Bitta ham gapim tushunmayman. Hurmatli operatsiya bo'ldim, o'shancha sal katta bo'lib qolishdi-da. Nima bo'ldi deydi? Demak, texnik sabablarga ko'ra biz yaxshi eshita olmayapmiz. Yana bir bora savolga javob bersangiz.
Men 4 marta operatsiya bo'lganman. 4 marta operatsiya. Menchi 4 marta operatsiya bo'lganman-da. O'shancha maktabga borib, o'g'lim saqotib bo'lib qoldi-da. Sababi bor. Ana endi bir narsaga e'tibor bering. Mana sababi bor deyapsiz. Demak, o'g'lingiz insonda bitta narsa bor, men boya bitta narsani aytib o'tdim sizlarga. Insonning o'zi bu bog'bon. Uning fikri bu ekadigan yerga ekadigan ildiz bo'ladi. Tushunyapsizmi? Ya'ni bugungi kunda farzandingiz qanday fikrlayotgan bo'lsa, bog'bon hisobida kelajakda u shu hosilni oladi. Demak, bugungi kunda o'g'lingiz agar imkoni bo'lsa psixologga qabuliga borsinda, unda bo'layotgan jarayonni, unda bo'layotgan fikrni aniqlab turib, fikrini almashtirish kerak bo'lishi mumkin. Ya'ni men nima demoqchiman? Balkim bugungi kunda sizlar harakat qilayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin o'g'lingizni o'zi uylanishni xohlamayotgan bo'lishi mumkin. Tushunyapsizmi? Boraman-da, yo'q, bormanmi sovchilikka? Yo'q, siz o'zingizcha tahlil qilasiz, lekin psixolog uni ichiga kirib turib, o'zini savol-javoblari bor. O'sha savol-javoblarni berib turib, u aniqlik kiritadi va shu jarayonda nima qilishligini tushuntirib beradi. Savollaringiz bo'lsa, yana albatta fursatdan foydalanib psixolog bilan savol berishingiz mumkin. Muxlisamiz o'sha sog'liqlari tufayli 4 marotaba jarrohlik operatsiyasini o'tkazganliklari bois o'sha o'g'illarini vaqtida uylantira olmaganliklarini ham aytib o'tdilar-da. Bu bir tomoni. Endi ikkinchi tomoni bor-da. Bugun kunda misol uchun onam qiynalmasin, ertaga tushunmovchilik bo'lmasin. Hozir misol uchun endi har xil xayollar tushib, qanaqa kelin keladi, ertaga nojo'ya harakat bo'lmasin. Qo'y, yaxshi, onamni o'zim oyoqqa ko'tarib olay, o'zim boqaman, o'zim katta qilaman degan fikr ham yurgan bo'lishi mumkin-da. O'shaning uchun men aytayotganimki, qabulga borsa psixolog o'sha bo'layotgan fikrni aniqlab turib, ana undan kelib chiqqan holda unga yo'nalish berishi mumkin deyapman. Tushunarli. Rahmat javob uchun. Albatta, loyihamizda juda ham yaxshi ishtirok etgan muxlislarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Umuman olganda bugungi suhbatimiz bizga yana bir bor shuni eslatdi. Insonning haqiqiy salomatligi bu nafaqat jismoniy, balki ruhiy uyg'unlikda yashashdir. Shuning uchun aziz teletomoshabinlar, o'z tanamizga e'tibor bergan kabi qalbimizga, his-tuyg'ularimizga, fikrlarimizga ham mehr bilan yondashishni unutmaylik. Mehmonimizga bugungi juda ham bir foydali va samimiy suhbat uchun minnatdorchilik bildiramiz. Tashrifingizdan biz xursand bo'ldik, rahmat aytamiz. Sizga esa aziz tomoshabin, sog'lik, quvvat va ichki xotirjamlik tilaymiz. Yana ko'rishguncha.